Kim yashagan bu uyda? Nima bo'lganda ham hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Vins va bugun sizlar bilan birgalikda ovga boramiz, ya'ni ovchi bilan birgalikda kecha menga aytgani bo'yicha. Bo'lmasa ketdi ovchini uyiga. Qishloq menga juda ham yoqyapti bolalar. Nimaga aytsanglar, qishloq juda ham chiroyli va juda ham g'alati, chunki uylarning qurilishi notekis, bittasi pastda, bittasi tepada va umuman g'alati. Bo'lmasa qani ovchi turganmikan o'zi? Ovchi. Uyg'onmisan, ovchi? Yo'mayo, ovchi. Eshitayotsanmi, jin ursin. Salom, Vins, nimaga? Yaxshi, rahmat. O'zingdachi? Tinch bo'lyapti. Xo'sh, bo'lmasa qani nima desam ekan? Qisqasi mana bu pichoqni olasan. Okey. Keyinchalik senga mana bunaqa qurollarni otishni o'rgataman. Ya'ni o'sha yoqqa borganda bitta otib ko'rasan, okey? Bo'l. Men ozgina narsalarimni uydan olib chiqib olay, chunki bir kun u yerda qolamiz. Bir kun qolamiz? Yo'mayo. Bir kun qolamiz o'rmonda. Yo'mayo, ovchi to'xtasang-chi, nima bu? Yo'mayo, g'ormi? Ovchi, iltimos to'xta. Janorsan, Vins kela qolsang-chi. Bo'ldi, ketyapman. Yaxshi, sekinroq to'xtab yursang bo'ladi-ku. Hozir, yaxshi, mana bu yerdan chiqib olamiz sekinlik bilan. O'zim bu yoqdan chiqishimiz kerak. Chunki mana bu yerda sigir bor ekan. Qani, mana bunaqa turasan, qara, menga yaxshilab qarab o'rgani bor. Bo'ldi, tushunarli. Xo'sh, mana shunaqa turasan va sekinlik bilan otasan, tushunarlimi? Bo'lmasa, mana buni ol, senga qiziqyapman, seni ochingga o'rgatganlarimdek bo'lsin, tushunarlimi? Bo'ldi. Xo'sh, pritselga olaman, xuddi shunday sekin ot. Yo'mayo, mana. Qanday ajoyib, bitta o'qni teqqizasan deb o'ylamagandim to'g'risi. Bo'lmasa, sen bir ikkita sigirlarni ot. Men esa bu yerda bir kun qolishimiz uchun joy tayyorlayman, tushunarlimi? Bo'ldi, yetarli menga. Bo'lmasa men ketdim, Vins, senga ishonaman. Qani, bo'pti. Bo'ldi. Yo'mayo, bizaga qurol bilan tashab ketdi bitta o'zimni, jin ursin. Qanchalik ishonish mumkin, yo'mayo. Sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasa bularni olamiz va qo'yi sekinlik bilan paq. Yo'mayo, sochib yubordim shekilli. Hech kim ko'rmagan bo'lsa bo'ldi. Xo'sh, ol. Yaxshi, qanday zo'r. Sekinlik bilan mana shunaqa junlarni va ovqatlarni terib olamiz, chunki buni menimcha sotsa kerak ovchi. Nima ham derdim sekinlik bilan. Qanday ajoyib, bularni ham olamiz va mana sigirni ham o'ldiramiz, yo'mayo. Xo'sh, otlarga tegmaymiz, bu pichoqdan foydalanib ko'rishim kerak. Va sigir o'ldiramiz, davaydi. Yo'mayo. Qo'rqib ketdingmi? To'xtasenchi, yo'mayo. Bo'ldi. Yaxshi, suzib olishiga sal qoldi, jin ursin. Bo'lmasa buni ham o'ldiramiz. Yaxshi. Xo'sh, yaxshi. Sekinlik bilan mana otga o'tirib ko'raylik-chi. Yo'mayo. O'tqizishga ruxsat bermayapti, qani? Jin ursin. Jim tursenchi, jin, yo'mayo. Yo'mayo. Yomon ot. Qani, men yana bir ikkita sigirlarni va qo'ylarni o'ldirishim kerak. Oyoqda ko'rinyapti sekinlik bilan, qani. Xo'sh, yo'mayo, juda ham kech tushib ketib qoldi. Yaxshi, menda ancha-muncha go'shtlar yig'ib oldim va vantda menimcha xuddi o'zi. Davayda ketdik, ovchining yoniga boramiz. Sekinlik bilan, yaxshi, juda ham ajoyib. Xo'sh. Maza qilib o'tiribdi shekilli, ovchi. Vins keldingmi? Kelmaysan deb o'ylagandim, jin ursin. Yo'q, nima kelmayman. Kelaman-da albatta. Yaxshi, o'tir. Juda ham mazali. Yo'mayo. Ichyosanmi? Endi nima qilay? Axir bugun dam olish kunim edi. Senga yordamlashaman deganing uchun sen bilan o'tiribman. Dam olishni birga o'tkazamiz. Juda ham yaxshi. Ichasanmi? Yo'q, menga unaqa narsalarga hali bor. Bo'lmasa, Vins o'tirib eshat. Juda ham qo'rqinchli hikoya haqida aytib beraman. Okey, davay. Qisqasi chamasam 20 yil oldin bu qishloqda qandaydir mahluqotlar tarqalib ketgan. Qanaqa mahluqot? O'zim ham bilmayman. Menga ham hikoya aytib berishgan edi. Yoshligimda eslayman.
Ularning ismi Peka bo'lgan. Ularning kattaligi hatto meni uyimning tog'idek keladigani ham bo'lgan. U eng kattasi bo'lgan. Yo'q-mo'yo, shunaqa hikoya bormi? Ha, menimcha bu safsatda. Chunki men o'rmonda juda ham ko'p yuraman. Demak, unaqasini ko'rmaganman. Balki o'rmonchi bilar. O'rmonchidan so'rab bo'lganman. Unday umuman yo'q. Jinorsan, bunday safsatalarga ishonib bo'lmaydi. Lekin qo'rqinchli hikoya o'tganingga to'g'risi ishondim. Nimayam degan bo'lar edim, Vins. Sen buyuk ovchi bo'lishing mumkin. Rahmat gaplaring uchun. Balki bo'larman. Bo'lmasa men uni ozgina shug'ullanay, chunki shug'ullangim kelyapti. Juda ham qiziqyapman. Bemalol shug'ullanishing mumkin, Vins. Axir sen uchun olib keldim-ku uni. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat senga. Esingda tut. Bu yerdan uzoqqa ketma, okey? Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Yo'q, bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa men ozgina unda shug'ullanaman. Xo'sh. Bilganingni qil. Yo'q. Qani men bunda shug'ullanamiz, bolalar. Qanaqa hikoyalar haqida gapiradi, yo'q, shunaqasi ham bo'lar ekanmi, jin ursin. Mana buni ol, opa. Yaxshi. Juda ham yo'q, qanaqa ovoz kelyapti? Jin ursin. Nima? Qanaqa ovoz kelyapti, yo'q. Men atrof muhitda ko'rdim, lekin hech qanaqa ovozga yetib boradigan narsa yo'q. Lekin qanaqadir narsa ko'rgan. Yo'q, nima bu? Jin ursin. Nima bu? Voy, yo'q, qanaqa maxluqmi? Jin ursin. Bu yoqqa kel, yo'q, nima edi ya? Jin ursin. Qani bu yoqqa kelchi, oldiga borishga ham qo'rqaman to'g'risi. Yo'q, yuzini qaranglar buni, qo'rqinchliligini. Jin ursin, bu yoqqa kel. Bo'ldi, nima qilib bo'lsa ham o'ldirishim kerak. Yo'q. Qani nima bo'lsa ham Vins. Qani olg'a Vins. Uni qo'lashimiz kerak. Bu yoqqa kel. Jin ursin, yo'q, qochishini qaranglar. Jin ursin. Yo'q. Yo'q bo'ldi. Uje tez yugurib ketdi. Jin ursin. Yo'q, nima edi bu, ha? Yoki ko'zimga ko'rindimikan? Jin ursin, ozgina alkogol. Menimcha shu sababchi bo'lsa kerak. Yoki haqiqatmikan? Tezroq uchini uyg'otishim kerak, yo'q. Ovchi tursinch, yo'q, qotib qolganmiz. Voh, shunaqa ham ichadimi, ha? Hali yosh bo'lsin, jin ursin. Yo'q. Yo'q. Jin ursin, boshqa ko'rinmayapti, demak, ketdi-yu. Yoki meni ko'zimga ko'ringan. Menimcha 100% ko'zimga ko'ringan, chunki hech qanaqa maxluq shu paytgacha yo'q bo'lgan. Demak, shunchaki ko'zimga ko'ringan. Xuddi shunday. Menimcha uxlashim kerak, juda ham charchadim. Yo'q, ozgina ichib olsammikin, ha? Mayli. Ozgina ichib olsam, o'zimga kelib qolishim aniq. Qani yana ozgina bitta ko'tarib. Juda ham mazali ekan, boru, jin ursin. Bo'lmasa bo'ldi. Hammaga xayr.